Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi, hemmimizin hazinesi. Beşiktaş önemimiz kelime dostlar. Aka, Hazinem dershanesi balılar çöçekleri yollaptı. He, bana ben geldim, umak sınlım. Balılar çöçekleri anlamakçı bolsanız Hazinem YouTube kanalına koşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Baliler no duyasıga balaylı dostlar. Dilala çöçeklerine yoqtirib anglab kelayotgan umoqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun sizlarga qaysi cho'chakni aytib bersam bo'lar? To'xtanglar, o'ylab baqay. Ha, topdim. Bugun men sizlarga Angliya cho'chagi kichik odamlar davlatini aytib beray, ha? Angliya cho'chagi kichik odamlar davlati. Bir necha yuz yillar ilgari Angliyada Galvis ismli bir bola o'tgan ekan. U dengiz safariga qavatli amroq ekan. Lekin dadasi uning tibobatni o'rganib, usta doktor bo'lib chiqishini umid qiladi ekan. Shunga Galvis o'tir maktabni bitirib, dadasining talabi bo'yicha doktorlik kasbiga imtihon berib, oliy maktabga kiribdi. 4 yildan keyin Galvis oliy maktabni bitiribdi. U dengizni yaxshi ko'rgachga Qorlig'ash nomli kemaga tashqi kasalliklar doktori bo'lib o'rinlashib, bir necha yilni safar bilan o'tkazibdi. Bir qitim kema Sharqiy Hind taqim orlig'i ketayotganda dengizni tuman qaplab, kaynidilla qor bo'ron chiqib ketibdi. Kemadagilar qattiq vahima ichida qilib, qiya-chiya qilishibdi. Kemichilar shuncha tirgashgan bo'lsa-mu, kema xodi toshga urilib ketib, qoq o'tirdan yerilib ketibdi. Bir parcha taxtayni ching tutib olgan Galvis bo'ron chapqin bilan bir kecha kunduz elishibdi. Atis atiganda shimoliy tarafdan so'qqan kuchli bo'ron Galvisni bir dengiz sohiliga ittirib chiqarib qo'yibdi. Yeri polidan ketgan Galvis atrofga qarashga ulgurolmay qattiq uyquga ketibdi. Bir chaqda Galvis uyg'onibdi. U o'rnidan turmoqchi bo'ldi, biroq midirlay olmabdi. U o'zining beligidan topinigacha inchik ip bilan o'rib yetilganligini bayqabdi. Beshini ko'tarib boqmoqchi bo'lgan ekan, beshi zing'ildab og'rib ketibdi. Chunki uning chochlari bog'lab yetilgan ekan. U o'ngsicha yotgancha osmonni ko'ralaydi ekan. Havo bag'ansiri qizib, kun nuri uning ko'zini qamashtirishga boshlabdi. Atrofda qandaqdir varong-churung ovozlar anglanib turadi ekan. Bu nima ish? deb o'ylabdi Galvis va u yoq bu yoqqa qarab boqmoqchi bo'libdi. Biroq u shunchalik ching bog'lab yetilgan ekanki, metrlig'idek imkoni bo'lmabdi. Shu yetishida u osmondan boshqa hech nimani ko'ra olmaydi ekan. Birdamdan keyin qandaqdir bir jonivor Galvisning so'l puti ustida midirlab, asta-asta mengib, maydasiga, keyin enikining ostiga chiqibdi. Galvis bir amal qilib ko'zini tuvanga tikibdi. Qarasa, bo'yi aron 15 sm keladigan bir odam sadoqlarini sharaqlatib, o'xyani uning batlab turg'udek. Uning orqasidan 40 ga yaqin uning tipidagi odamlar kelyotgudek. Galvis qo'rqib ketganlikdan vaqirib yetibdi. Eliqi kichik odamlar uning ovozini anglab, qo'rqindan badar qechibdi. Ba'zilari yerga do'milab tushibdi. Galvis bir amal qilib yeniga qarabdi. Qarasa, eliqida kichik odamlardan tashkil topgan cho'ng qo'shin uni bog'lagan yiplarni ha deb kesiyotgudek. Birdamdan keyin boya qechib ketganlar yana qaytib keldi. Ang dastlab kelgini ularning qo'mondoni bo'lsa kerak, chirqiroq ovozda bir nimalarni deb vaqirabdi. Boshqalarmi uning deganini bir necha qitim takrorlabdi. Galvis ima ishorat qilib o'zining bak qusab ketganligini, ularning usullik berishni o'tinibdi. Kichik odamlarning qo'mondoni bir isqiritgan ekan, harvi-harvilarda ichimlik qachilangan to'nlar keltirilibdi.
At harbilarmı bu yerning odamlariga o'xshashlan kichik ekan. Galivis 50 ton ichimlikni birdamdala ichib bo'pti. Miltiq o'qining cho'nlig'idagi bir muncha bo'lkalarni yavitibdi. Bag'liqdan bo'shangan Galivis bu kichik odamlarni besib o'ltirib qo'yishdan ansirab, ehtiyotchanlik bilan harakat qildi. Kichik odamlar xilma-xil qo'l ishoratlarini qildi. Galivis ularning o'zining o'rnidan turib bilim yengishga buyurayotganligini uqibdi. Ular Galivisning katta bir cherkovning oldiga boshlab kelibdi. Bu yerga podshoh va davlat arboblari yig'ilgan ekan. Kichik odamlar Galivisdan uning qochib ketmaslik uchun bir putiga ishkal selib qo'yishni talab qildi. Ularning ishkallari qildek inchika ekan. Galivis buningga ma'qul bo'ldi. Chunki u xohlagan chaqda bu zanjirlarni hech qancha kuch sarf qilmayla o'zi yetalaydi ekan. Shundoq qilib, kichik odamlar Galivisning so'l putiga 91 ishkal 36 qo'lib selib qo'yibdi. Kichik odamlar davlatining podshohi vazir huzurlari bilan maslahatlashib, bir kunlarda foydasi tegib qolishi mumkin deb Galivisni yaxshi beqishni qaror qildi. Shuning bilan podshoh farmon chiqarib, Galivisni har kuni atiganda 6 kala, 40 qo'y, yetarlik bo'lka va ichimlik bilan ta'minlashga buyruq qildi. Buningga ketadigan xarajatni davlat xazinasidan chiqim qilmoqchi bo'ldi. Podshoh yana Galivisga 600 chakar belgilabdi va Galivis yotgan cherkovning ishikining ikki tarafiga chidir tiktirib beribdi. Kichik odamlar Galivisni haqiqatan yaxshi beqibdi. Chunki bu alning oq ko'ngil mehmondo'st puhralari ajoyib ishtiholiq bu gengal odamning och qilishidan ansiraydi ekan. Bir kuni Galivis kichik odamlar davlatidagilarga o'zini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. U tabanchisini qo'liga oldi va uningga o'q solmay do'risi ilibla osmonga qaratib bir pay etibdi. Dahshatli o'q ovozidan qo'rqib ketgan kichik odamlarning nurg'unlari yoshidan ketib, xeyli uzoqdan keyin esiga keldi. Galivis kema g'arq bo'lishdan burun o'zining tabancha, yonchuq soat, soqol olg'uch qatorliq narsalarni ilib olgan ekan. Podshoh bu narsalarga baklam qiziqib qoldi. Shuning bilan Galivis uningga bu narsalarning ishiltilgan joylarini bir so'zlab beribdi. Galivis qilijini yengilgina bir shiltib bir necha tut daraxtni kesib o'tgan ekan, podshoh texmi hayron qoldi. Muhabbizatchilar podshohning buyrug'i bo'yicha Galivisning qilish, tabancha qatorliq narsalarni davlat xazinasiga elib ketibdi. Bir kuni kichik odamlar davlati podshohining xabarchisi etini ushqandek choptirib kelib Galivisga: "Tez bo'l, podshoh oliylari seni o'rnida qabul qilmoqchi" debdi. Galivis 2 qadam otlabla o'rniga yetib keldi. Podshohning o'rdasi shaharning o'tirsiga joylashgan ekan. Orada Galivisga nisbatan to'limi kichik bo'lg'achqa, o'ylasida yer beg'irdab yetib podshoh bilan so'zlashishga to'g'ri keldi. Kichik odamlar davlatining sharqiy shimolida Beli Fusko degan aram davlati bor ekan. Bu ikki davlat uzoqdan beri chiqish olmay kelgan bo'lib, ularning orasida bir qancha qitim urush yuz bergan ekan. "Ular hozir zo'r kema qo'shini uyushtirib, bizga to'yuqsiz hujum qilmoqchi bo'lib yetibdi" debdi podshoh Galivisga. "Sen botir ham kuchlikkansan, davlatimizga yordam bergin." Galivis podshohning talabiga ma'qul bo'ldi, ammo 2 shartim bor. Birinchi, bu masalani hal qilishda qon to'kilishdan saqlanishimiz kerak. Ikkinchi, g'albidan keyin podshoh mening yurtimga qaytishimga ruxsat qilishi lozim debdi. Podshoh shu hamon ma'qul bo'ldi. Galivis nurg'un arg'amcha va sim tayyorlatibdi. Ondan keyin dengizda o'zib Beli Fusko davlatining urush kemalariga yaqinlashibdi. Dushmanlar Galivisga qaratib necha ming pay o'qya etibdi. O'q tekkan yerlar chimildab og'ribdi, ammo Galivis buning bilan kori bo'lmabdi. Galivis arg'amchi pishiq bo'lsin deb 3 qavat qilib ashgan, simlarning uchini qarmoqqa o'xshash akkan va bundaq qarmoqdan 50 tanni yasab, har birini birdan arg'amchining uchiga bog'lab olgan ekan. Galivis dushmanning 50 kemisini qarmoqlar bilan elib so'rashga boshlabdi. Beli Fuskuluqlar bu qo'rqinchli ko'rinishga qaraganicha nima qilarini bilmay danq etib turib kelishibdi. Galivis dengizning cho'nqur yeriga kelganda qo'lini bir shiltig'an ekan, dushmanning kemalari o'ngtirilib dengiz tagiga cho'kib ketibdi.
Shuning bilan kichik odamlar davlati xatardan qutulib qoldi. Galivis kichik odamlar davlati podshohning ojididan chiqdim. Endi mening erkalik chiqadigan vaqtim yetib keldi, deb o'ylabdi. Lekin g'alaba bilan qaytib kelgan Galivis podshohning erkalik berish va'dasini yenib olganligini uqibdi. Kichik odamlar davlatining bosh vaziri podshohga vakolatan Galivisga qimmatbaho bir qora shilapini taqdim qildi. "Mening erkalik chiqishimchu?" deb so'rabdi Galivis. "Buni kollangdan chiqaravat", debdi bosh vazir surli qiyofatda. "Agar podshohning irodasiga xiloflik qilsang, u seni zaharlab o'ldirdi." Bosh vazirning deganlarini anglagan Galivis qo'rqib qoldi. U doktor bo'lg'achqa zaharlik dorining taqobil turg'ul bo'lmaydigan ajallik qo'ral ekanligini obdan biladi ekan. Shuning bilan u tezroq qochib ketishning qo'yiga tushibdi. Bir kechasi Galivis o'zining barliq narsa keraklari besilgan bir kichik kemani so'rab Belifosko davlatiga ravon bo'ldi. Galivis u yerga borgandan keyin Belifosko podshohiga "Men bu yerda tursam, kichik odamlar davlati sizlarga hujum qilishga petin olmaydi. Lekin bu xizmatimning badaliga sizlar mening yurtimga qaytishimga ruxsat qilishinglar kerak", debdi. Belifosko podshohi Galivisning talabiga qo'shilibdi. Galivis bu Aral davlatining dengiz qirg'og'ini ko'zitib yurib, bir kun sohilda turgan bir qiyiqni ko'rib qoldi. Galivis 10 kun ishlab bir nech paloq yasabdi. Belifosko podshohi yordamlashishga 500 ishchini ajratibdi. Galivis ularga boshchilik qilib, bir oy ishlab qiyiqqa yelkan bekitibdi. Mehmondo'st va sexiy Belifoskuluqlar Galivisning qiyiqiga pishirilgan kala, qo'y go'shtlarini, nurg'un bulka va to'ng-to'nglab ichimliklarni qachalab beribdi. Galivis Belifoskuluqlar bilan xo'shlashib, dengiz safarini boshlabdi. U bir qancha kecha kunduz jabon mushaqqatli safar qilib, oxiri o'z vataniga qaytib keldi. O'moqlarim kech bo'lib ketibdi. Endi baldir uxlanglar. Atmush vaqtda Dilala undidar salonni ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga amra bo'lsin. Taş daryo bo'yi sizi o'ynaydigan balabamu. Cho'chak anglaydigan balabamu. Kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Cho'chak ana keldi. Sarxil cho'chaklar dasturxoni ichilish oldida turyapti-ku farishtalar. Ko'zinglarni yumg'ach, sarxil cho'chaklarning ta'mini tetib boqayli bo'lamdi. Cho'chak ana bugun sizlarga bir hikoyani aytib keldi. Hikmatli sanduq. Burungi zamonda bir kishi yashagan ekan. Uning qaqvash ichi yomon bir xotini bor bo'lib, u odam burundan tortib o'tinchilik qilib yashagan ekan. O'tinchining dunyolikda 2 qizi bor bo'lib, biri xotiniga o'gay ekan. O'tinchining xotini o'z qizini alqinida ko'tarib, papilab boqadi ekan. Ammo o'gay qizni kunda necha vaqt tillab, urib chashlarini yulib, azor beradi ekan. O'zi qizi bilan beshini bir yerga qilib olib, boshqalarning g'ayvat shikoyatini qilib o'ltiradi ekan. O'gay qizi uy ishlariga pishiq, amgakchan qiz bo'lib, uyning butun ig'ir yenik ishlarini doim shu qizli qiladi ekan. O'gay onasi nonning kuyikini, oshning suyuqini u qizga bersa, o'z qiziga bo'lsa, shunchalik yaxshi narsalarni beradi ekan. Hem shuningdimi o'gay ana har kuni eri kechda o'tin kesib yerib kelgan chog'da uyga kip bo'lishig'ala yo'lishiga mundaq deydi ekan. Qizim menga yog'anchilik qildi. Qizimning qo'liga suv quyib bermadi. Men bilan takollashdi. Oh ya, bu uyda qizing bilan qol. Men ketaman ya, bo'lmasa qizingni bir yerga yo'qot. Endi men turaman. Bo'lmasa gapingni ayt. Debla yaqsiga eziladi ekan. Axir eri bu jidal g'avg'adan jahli to'yib, xotinidan so'rabdi. "Amsa sen zodi meni nima qildaysan? Bu qiziqimni qanday qilish kerak?" Qanday qilasan? Qizingni jangalga olib tashlatib kelasan. Debdi xotini. Bechara o'tinchi. "Xayr, bo'pti, o'lmagan jonda umid bor qizim", deb qizini ilib jangalga qarab mengibdi. Qo'yiq jangallikning arsiga yetibmi kepti.
bu yerda yav olma daraxtlari intayin ko'p ekan. Canım kızım, sen muş yerde alma terip durgan. Men o yerden otun kesip kelay. Qizini o'rmonlarda qo'yib, o'zi kun chiqish tarafga qarab ketib qopti. Qiz bu yerda nurg'un yav olma o'riklarini teribdi. Yana beka o'ltirishni xohlamay, 2-3 yerga o'tin chavlarni do'labdi. Lekin dadisi kelmabdi. Kun o'ltiray deb qopti. Qiz quloq solsa, u yoq bu yandan yig'ilib kechalari mush o'rmonda tunaydigan jonivorlardan bulbul, kokkok, shatoti, qarqushqash, turulg'a qatorliq uchar qushlarning kashki bazmisi boshlanibdi. Qiz bu tomoshaga qiziqib, o'z joyida o'ltiraveribdi. Angacha kunmi kesh bo'pti. Dadisi yanali ko'rinmabdi. Birdamdan keyin bo'ra, yo'lbosga o'xshash yirtqich hayvonlarning ho'kirashlari anglashga boshlanibdi. Qizni qo'rqinch besibdi. Biroq yo'lni bilmagachga qayoqqa qarab yengishni bilolmabdi. To'rt atrofga qarasa, yiroqdan pil-pil qilib bir chiroq yo'rig'ini ko'rib qopti. Qiz yo'riq ko'ringan tarafga qarab yuguribdi. Barsa oldida bir kona uy turg'idek. Qiz uyga kirib qarasa, o'choq oldida bir mo'may donqonga o't qalab o'ltirgan ekan. "Assalom mo'ma", debdi qiz mo'mayga. Kel kızım kel. deb ochiq chiroy bilan qarshi opdi mo'may qizchaqni. Ham bu yerga nemishga kelib qolganligini so'rabdi. Qiz beshidan o'tgan ishlarni so'zlab beribdi. Mondaqda kızım boptu, xafa bolma. Men mo yolg'iz. Sen bana bola bol. debdi. Shunda qilib qiz mo'mayning yanida qoldi. Qiz har kuni o'rnidan sahar turib, uylarni supuradigan, suv akirdigan, choy qaynatadigan. Arlab mo'mayning chashlarini tarab qo'ydigan. Kunlardan bir kuni mo'may bu qizni uysidan o'tin ilib tushishga buyuribdi. Qiz uysiga chiqib atrofni ko'rib, ko'ngli xili ichilib qopti. Kun chiqish tarafga qaraydi ekan. U o'z uyini ko'ribdi. Qiz uyini ko'rib, dadasini eslabdi va ko'zlariga yosh kelibdi. Qiz o'tinni ilib qaytib tushganda, mo'may qizning ko'zidagi yosh yo'qini ko'rib, "Nim bo'lding kızım? Kızım yig'laga o'xshamamsan", deb so'rabdi. Qiz uyimni ko'rib, dadamni sig'inib yig'ladim, debdi. Undaq bo'lsa, debdi mo'may. Öygüzüde bir kızıl sandık var, şunu ilip çöz. debdi. Qiz sandiqni ilib chupdi. Mana açkışını mehkem tutkan optan kızım. Sandıkni yolda herkes aşma, uyunga barganda aş. debdi. Va qizni obdan yasab chopib, bir haruga o'ltirg'izib, uyga ustib qo'yibdi. Qizmo xush bo'lib uyga qaytib kelibdi. Dadasi qizni ko'rib, nihoyat xushal bo'lib, otliq bag'riga besibdi. Va uyga boshlab kiribdi. Lekin xotini yana avvalgidekla chik-chik kesligi kelibdi. Bu chaqda qiz uyning o'ttirsida yiliqi qizil sandiqni ochgan ekan, sandiq ichidan chinda asal, murabba, sut qaymoq, shirin sharbat, dasturxonda kokcha, tomnon, kirda, shirmon, liganda, battipolu, manta yotaza, sangza, sampusi chiqibdi. Arqadan to'pi bilan shoyi atlas, tovar durdun, duxo va maxmal, uning kaynidan qo'shilibla zilji gilam, tanglamat, noqut, tushliq kiygizlar. Oxirida yana cho'gin, chaynak, chini, cho'chak, targ'oq, süzgüç, taş aynak qatorliq esil mallar chiqib uyni to'ldirib yetibdi. Buni ko'rgan o'gay ona o'ltirolmay qopti. Oxirida erga o'z qizini jangalga opirib, tinitib qo'yishni aytibdi. Atsi dadasi bu qizni yetilab xuddi shu o'rmonga opirib tinitib qo'yganga o'xshash, u qizni opirib qo'yibdi. Kesh bo'pti. Bu qizimi qo'rqinish besibdi.
Atrofda qarasa, yiroqda bir chiroq yo'rg'i ko'rinibdi. Shunda qilib bu qizmi iliqi Mo'may o'ltirgan uyga qarab mengibdi. Mo'may bu qizni ochiq chiroy qarshi olibdi. Ammo bu qiz Mo'mayga salom qilmabdi. Shunda bo'lsa Mo'may u qizni o'z yonida ilib qopdi. Ammo bu qiz doim botnab yig'lab o'ltirdi ekan. Mo'mayning uyini supurmaydi ekan, ishini etib bermaydi ekan. Chechini tarabmi qo'ymaydi ekan. Mo'may ishqi buyursa, "Men haqni deydik emas, o'zir qilsizlar" deb o'ltirib oladi ekan. Bir kuni Mo'may qizni uysidan o'tin ilib tushishga buyuribdi. Qiz g'o'ttonishib yurib, ming taslikda o'ziga chiqibdi. U to'rt atrofga qarab o'zining uyini ko'ribdi-da, o'tinni olmay qaytib tushib, "Uyimni sog'inib ketaman, deb yig'lashga boshlabdi. Mo'may, "Undoq bo'lsa, uyingizda bir oq sandiq bor, shuni ilib tush" debdi. Qiz ilib chiqdi. Mo'may uningga bir ochqichni tutqizibdi. Ham uyda uni uyga opirib ichishni topilabdi. Sandiqni ko'targizib yo'lga silib qo'yibdi. Qiz uyga nayti xo'sh bo'lib qaytib keldi. Qizning yo'g'on bir oq sandiqni ko'tarib kelganligini ko'rgan onasining xo'shaligi ichiga patmay qoldi. Ondan qizga mundaq debdi: "Voy qizim, chang tut, bu sandiqni dadang uyga yedang bor yerda hargiz ochmayli. Nemiki dunyo chiqsa o'zimizning bo'lsin, ularga ko'rsatmayli, hech nimani bermayli" deb 7 qat qozonga yo'shirib qo'yibdi. Oqshimi hammalar uxlab qopti. Taza yerim kech bo'lganda ona bilan qiz asta o'rinlaridan turib, qasnaga kirib, hiliqi oq sandiqni shundoq ochgan ekan, 7 boshliq bir ajdaho chachirab chiqib, qiz bilan uning onasini birla dam qilib yutib ketibdi. Shuning bilan hiliqi 'tinchi qizi bilan baxt davlatga ega bo'lib, qizini o'ziga o'xshash sodda bir ishlamchi yigitga to'y qilib berib, xotirjam, xo'shal-xo'ram kun kechirishga boshlabdi. Umaq do'stlar, sizlarning uyqunglar kelyapti? Hamsiz biz birlikda uyqu dunyosiga safar qilib, shirin tushlar kemizda o'zib boqaylik. Hammamizga tatli uyqular hamroh bo'lsin. Dillala avazlıq çöçəkləm yaxtırıb anlap kelivatqan omuqlarım, keşlikіңlər xeyirlik bolsun. Bugün biz birlikdə Adil Abdurrahman tağa pənli hikayelerinden Ösümlüknің Ozqi degan hikayeni anlayli, ha? Qeyri qar yağaşның şiqiga çangı tizib küllerini xatircam ötküzvatqan quşqaş ana ballarga qurut qo'ng'iz yegizitib birdilla. Qar yağaş bova, siz asrlardan buyon biz qushqashlarning boshpanohi bo'lib kelyapsiz. Bizgu hasharat, qurt qo'ng'izlar dallarni terib jinimizni jon etimiz. Ammo sizning bir narsa yeginingizni zodil ko'rib boqmabdiman. Hech narsa yemaymi mushundoq baraqsan o'sib, uzun umr ko'rib kelyapsiz. Yana dehi sizdan bo'lak boshqa o'simliklarningmi bir narsa yegini ko'rib boqmadim. Sizlar o'simliklarning hech nim yemay o'salaydiganliginglarda biror sir bormi, qandoq? deb so'rabdi. Qar yağaş buvay qushqash anning gaplarini anglab, shildirlab kulib ketibdi-da. Kim aytdi biz o'simliklarni narsa yemaydi deb. Agar bir narsa yemasak, allaqachon o'lib qolmamdi, debdi. Tova, debdi qushqash ana hayron bo'lgan holda kichkina tumshqini ushlab turib. Undaq bo'lsa, siz boshqa o'simliklarning bir narsa yeganinglarni nemishqa ko'ra olmayman. Agar bir narsa yemoqchi bo'lsanglar, narsa yeydigan og'zinglar nada amsa? Qushqashxon qizi,
Deptin qariyagash buvay yupurmaq saqilni silab turib. Biz o'simliklarning odam va hayvonlarninkiga o'xshash ozuqlik yeydigan og'zimiz yo'q. Ammo biz o'simliklarni xuddi odam va hayvonlarga o'xshash sog'lom o'sib yetilishimiz kerak. Buning uchun albatta yemaklikka ehtiyojli bo'lamiz. Yemaklikka ehtiyojli bo'ldi ekansizlar, ammo og'zinglar bo'lmasa yemaklikni qanday yeyalaysizlar? Qushqash ana aldirab gap qistiribdi. Biz o'simliklar deb gapini davomlashtiribdi. Qariyagash buvay mayin shamolda shildirlab turib. O'zimizga ehtiyojli yemaklikning ko'pinchisini o'zimiz ishlab chiqaramiz. Biz o'simliklar tendagi har bir tol yopirmoq go'yo bir kichik zavodga o'xshasa, yopirmoq tarkibidagi xlorofillar kichik ishchilarga o'xshaydi. Xlorofil intayin qobiliyatli bo'lib, quyosh nuridan foydalanib, suv bilan karbon oksiddan shakar, sellyuloza va kraxmal qatorliq moddalarni yasaydi. Halbuki bu moddalar biz o'simliklar eng yoqtirib yeydigan yemakliklardir. Xlorofil nahayda ishchan bo'lib, har kuni quyosh bo'yi chiqish bilan ishlashga kirishib ketadi. Agar yomg'ir yog'ib quyosh bo'yi chiqmagan chaqda sizlar qanday qilsizlar? Bütün zehni bilan berilib qariyagash bo'yining gaplarini anglab o'tirgan qushqash ana yana aldirab gap qistiribdi. Havo tutuq bo'lib, yomg'ir yog'ib quyosh bo'yi chiqmagan chaqdimi? Deb gapini davomlashtiribdi qariyagash bo'yi aldirmay. Xlorofil bulut qatlamini yerib tushgan ojiz quyosh nuridan foydalanib bu yemaklik yasab, qorong'u tushganda ondan orom oladi. Albatta, biz o'simliklar o'smoqchi bo'lsak, o'zimiz yozgan yemakliklarni yegandan boshqa, yana tuproqdan qabul qilgan karbon, hidrogen, oksigen, azot, fosfor, kaliy, kalsiy, magniy, gungurt, sinik, mangan qatorliq 10 xil elementlarni yeyishimiz kerak. Bu elementlar biz o'simliklarning sog'lom o'sib yetilishimizda kam bo'lsa bo'lmaydi. Qariyagash buva, dal-daraxtlar o'simliklar ko'p o'sgan joylarning havosi bo'lakchala sap bo'ldi ekan. Buningdan biror sir bormi qandoq? Qushqash ana qanotlarini cho'qilab qo'yib yana so'rabdi. Biz o'simliklar har kuni quyosh nuri orqali suv va karbon oksidni so'mirib olib, shakar, kraxmal qatorliq ozuqliq moddalarni yasash bilan bir vaqtda yana oksigen qo'yib beramiz. Fotosintez orqali insonlar va hayvonlarga kerakli ko'p miqdorda oksigen ishlab chiqaramiz. Shunga insonlar biz o'simliklarni yer sharining o'pkisi deb ta'riflashadi. Qariyagash buvay, amdig'i tushungansiz degan ma'noda qushqash anaga qarab qo'yibdi. Qushqash ana shu chaqda o'simliklarning qanday oziqlanganligini aniq tushunib olibdi. U qariyagash buvaydan anglaganlarini boshqa uchar qushlarga tezroq yetkazib, ular bilan birlikda ziyondosh hasharotlarni ko'proq yo'qitib, yaxshi ish qilib berish istikida qariyagash buvay bilan xo'shlashibdi-da, purda uchib ketibdi. Do'stlar, biz bu hikoyadan yangi bir bilimni o'rganib oldik-a? Biz o'rganib olgan bu bilimimizni atrofimizga do'stlarimizga so'zlab beraylikmi? Mening omoqlarim Dillalla hadisning umidini hargiz yodga qo'ymaydi. Undaqda bugun baldir uxlanglar. Atmush vaqtda Dillalla